Majburiy ijro byurosi tomonidan qarzdorlarning pul mablag'i yoki mol-mulk yo'qligi sababli ijro hujjatini undiruvchilarga ijrosi qaytarib berish amaliyoti bekor qilindi. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 16-iyundagi 1069 sonli qonuniga asosan Majburiy ijro byurosidagi qarzini to'lamagan shaxslar majburiyatlar reyestriga kiritiladi va ular ushbu reyestrda 10 yil davomida saqlanadi. Eng asosiysi, reyestrga kiritilgan qarzdorga nisbatan qo'llanilgan barcha taqiq va cheklovlar ham 10 yil davomida saqlanib qoladi. Bu shuni anglatadiki, reyestrga kiritilgan qarzdor jismoniy shaxs 10 yil mobaynida O'zbekiston hududidan chetga chiqa olmaydi. Davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyati cheklanadi va nomida mol-mulk aniqlanganda darhol undiruvga qaratiladi. Reyestr joriy etilgandan keyingi qisqa 6 oylik muddat ichida 20 mingdan ortiq qarzdorlar 150 milliard so'mga yaqin qarzdorligini to'lashga majbur bo'lgan bo'lsa, 120 dan ortiq qarzdorlar nomida mulk aniqlanib, darhol undiruvga qaratildi. Natijada fuqarolarimiz va tadbirkorlar foydasiga 79 milliard so'm hamda davlat foydasiga 70 milliard so'mga yaqin mablag' undirilishi ta'minlandi. Bugungi kunda 360 mingga yaqin qarzdor ushbu reyestrga kiritilgan bo'lib, ularning 317 ming nafarini jismoniy shaxslar, 43 ming nafarini esa yuridik shaxslar tashkil etmoqda. Majburiyatlar reyestri haqidagi ma'lumotlarni Majburiy ijro byurosining www.mib.uz rasmiy sayti orqali bilishingiz mumkin.